Assalomu alaykum. Bugun siz bilan SAT English'da 500 darajadan 700 plus natijaga qanaqa chiqish mumkinligini aniq reja asosida ko'rib chiqamiz. Bu qanaqadir oddiy nazariya emas yoki zerikarli dars bo'lmaydi. Xudo xolasa sizga 30 kunlik aniq rejani tuzib beramiz. Agar hozirgi vaqtdagi SAT English darajasi taxminan 500-550 atrofida yurgan bo'lib, ko'tara olmayotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'rib chiqishingiz shart. O'sha uchun mana shu 20 minut, yarim soat uchun vaqt ajratib qo'ying. Aytilayotgan ma'lumotlarni iloji bo'lsa yozib oling, kerakli narsalarni va har bitta aytilgan ma'lumotga yaxshilab quloq tutib turishingiz kerak bo'ladi. Meni ismim Yorqin Muzafarovich, men shu vaqtgacha mingdan ortiq o'quvchilarni SAT bo'yicha imtihonlarga tayyorladim va bularning orasida katta qismi, demak, English qismida kamida 600 dan 700 plus natijagacha qilib kelishgan. O'zimni oxirgi imtihonimdagi English qismidagi natijam bu 750 chiqqan va o'quvchilarimda ham juda ham ko'pchiligida 700 plus natijalari bor. Va aynan mana shu o'zimda va o'quvchilarimda ishlagan texnikalarni sizga bugun to'liqligicha tushuntirmoqchiman. Ya'ni qanaqadir qisman yoki boshqa narsa bo'lmaydi va shuningdek undan tashqari yana ham batafsilroq yozilgan variantini sizga taqdim etamiz. Qanaqa qilib olish mumkinligini video davomida bilib olasiz. O'zi umuman olganda dunyo bo'yicha SAT English qismida o'rtacha topshiruvchilar natijasi 520 atrofida chiqadi 800 ballik tizimda. 700 plus natija qilish esa atigi 7% odamgagina nasib etadi. Siz aynan mana shu odamlar qatorida bo'lmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab kuzatib turasiz. Birinchi navbatda biz A nuqtamizni bilib olishimiz kerak. A nuqtamizdan demak B nuqtamizga, B bizada demak o'sha aytganimdek 700 plus bo'ladigan bo'lsa, A nuqtamiz taxminan sizda hozir 500 yoki da 550 bo'lishi mumkin. Lekin sizning darajangiz masalan bundan balandroq bo'lsa, masalan 600 bo'lsa ham bugungi dars sizga 100% to'g'ri keladi. Bundan pastroq bo'lsa, lekin tavsiya qilgan bo'lardim avval mana bu darajaga chiqib olishni. Chunki ba'zi aytadigan narsalarim 500 dan pastroq o'quvchilarga salgina qiyinlik qilishi mumkin. Xo'p, A nuqtamizdan boshlaymiz. O'zi 500-550 chiqishi uchun nima qilish kerak? Taxminan masalan sizda ingliz tili qismida 54 ta savol bo'ladigan bo'lsa, ikkita modulda taxminan 32-34 ta ishlagan o'quvchi aynan mana shu 500, 520, 550 natijani qayd etishi mumkin. Bu albatta testning qiyinlik darajasiga qarab. Xo'p, 700 natijaga chiqishimiz uchun esa demak bizada 47-48 ta chiqish kerak. Ya'ni mana shu 54 tadan 47-48 ta. Ya'ni siz o'zingizga odatda maksimum 7 tagacha xatoga ruxsat bera olasiz. Nisbatan osonroq testlarda esa 5 tadan ko'p xato o'sha sizni 700 dan pastga tushirib yuborishi ham mumkin. Ya'ni maksimum 5 ta 6 tagacha bo'lishi mumkin. Bu endi albatta testga bog'liq. Umuman olganda tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa shu, chunki yo'lingizni boshida aniq bilishingiz kerak, nechta savolni siz xato qilsangiz bo'ladi realistik jihatdan, chunki English qismini 800 qilish o'zi juda ham qiyin narsa va ko'pchilikka 800 qilish unaqa kerak ham emas, chunki 1500 dan yuqori natija, masalan, u 1520 bo'ladimi, 1570 bo'ladimi yoki 50 bo'ladimi, aksariyat universitetlarga unaqa katta farq tug'dirmaydi. Ya'ni masalan siz 1520 bilan ham 1570 lik o'quvchilar bilan bemalol raqobat qilishingiz mumkin, masalan, birorta top universitetga topshirayotgan bo'lsangiz. O'sha uchun bizga 700 plus natijani o'zi generally yetarli bo'ladi. Demak, buni mana bu 47-48 tani ham tushunib olishimiz kerak. Bizda ikkita modulimiz bor. Bunaqa natijaga chiqishimiz uchun birinchi modul ko'proq ahamiyatga ega. Ya'ni masalan 22 ta bo'ladigan bo'lsa, taxminan 24-25 ta to'g'ri ishlashingiz kerak. Ya'ni maksimum 2-3 tagacha xatoni birinchi modulda ruxsat bersangiz bo'ladi. Ikkinchi modul ozgina qiyinroq tushadi agar birinchisini yaxshi ishlasangiz va tabiiyki ikkinchi modulda bitta yoki 2 tagacha maksimum xato qilish imkoniyatingiz bor. Ya'ni shu imkoniyatni o'zingizga qoldirishingiz kerak. Mana shu narsani olib qo'yishimiz kerak. Birinchi modulga to'liq fokus qaratasiz. Ikkinchi modulga ham albatta o'z navbatida maksimum harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, video davomida 30 kunlik rejamizni 5 ta qismga bo'lganmiz. Ya'ni 6 kundan mana shu 5 ta fazada yoki 5 ta qism davomida siz nima qilishingiz kerakligini birinma-ketin tushuntirib ketishga harakat qilaman va bundan tashqari mana bu 30 kunlik rejamizni, ya'ni 1 dan 30 kungacha nima qilish kerakligi aniq rejasi qo'llanma sifatida tayyorlangan. Demak, video ostidagi link orqali Telegram kanalimizga o'tib, uni ham olishingiz mumkin. Albatta, olayotgan vaqtda obuna ham bo'lib qo'yinglar. Shu joygacha menimcha tushunarli, ya'ni A va B nuqtamizni yaxshi tushunib olishimiz kerak, nimaga qarab ketayotganimizni tushunishimiz kerak. Agar
qanaqadir mana shu joyi bilan bog'liq savollaringiz yoki e'tirozlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga men javob berib berishga harakat qilaman. Birinchi qismdan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni bizda birinchi 6-kunlar. Birinchi bosqichni atagan bo'lardim diagnostika. Nimaga? Chunki bu bosqichda siz o'zingizni hozirgi holatingizni aniq bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aynan mana shu 500-550 hozir chiqyaptimi yoki undan pastroqmi yoki ehtimol balandroq? Qaysi savollarda qanaqa xato qilyapsiz va hokazo. Aynan bizning maqsadimiz o'zimizni yaxshi tushuna olishimiz. Masalan, sizda 500-550 bo'lsa, deylik siz taxminan siz hozir 20 ta xato qilyapsiz. Kamida 20 ta, 21, 22 ta. Bu yetarlicha ko'p. To'g'ri, buni olib qaraganda birinchi topshirayotgan o'quvchi uchun bu yomon natija emas. 500-550 qanchadir tayyorgarlik bilan B2 darajadan masalan 1-1,5 oy ichida mana bunaqa darajaga chiqsa bo'ladi. Lekin buni yana ham baribir ko'tarish kerak bo'ladi agar sizning maqsadingiz top universitet bo'lsa, chunki ayniqsa chet eldagi universitetlarda, O'zbekistondagi eng yaxshi universitetlarda ham o'qish uchun grantga kirishingiz uchun 1300 yetarli bo'lmayapti. 1400 yoki 1500 kerakmi? Buni ko'tarishimiz, to'g'rilashimiz kerak. Demak, bizda 20 ta xatoyimiz bor. Mana shu narsani aniqlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi savollarda aniq qilyapmiz? To'g'ri, qaysi savollarda xato qilyapmiz? Aniqlash eng yaxshi yo'li bu real exam savollaridan foydalanish, ya'ni tushgan haqiqiy imtihonda tushgan savollar. Buni qayerdan topaman deydigan bo'lsangiz, bizda Hero Academy sayti bor. heroacademy.uz eslab qolishga juda oson, yo'qotib qo'ymaysiz. Yozganingizda birinchi bo'lib chiqadi. Aynan mana shu saytda ro'yxatdan o'tib 2025-yil martdan boshlab 2026-yil mana shu qachon ko'rayotgan bo'lsangiz, oxirgi imtihonigacha hamma materiallar bor. Ayni vaqtda bizda demak bu video yozib olinayotgan vaqtda iyun imtihoni bor, lekin siz kechroq ko'rayotgan bo'lsangiz, avgust, sentyabr imtihonlari ham yuklangan bo'lishligi mumkin. Albatta kirib ko'rasiz, istalgan ikkitasini tanlab olasiz. 25 dan bitta, 26 dan bitta tanlab olsangiz bo'ladi. Men tavsiya qilaman. Xo'p, nimaga aynan ikkita? Chunki bu bosqichda bizda atigi aytganimdek 6 kun vaqtimiz bor va bu bosqichdagi sizning harakatlaringiz qolgan 24 kundagi harakatingiz effektiv bo'ladimi yoki foyda bermaydimi belgilab beradi. O'sha uchun bu bosqichga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Bitta mock testni o'zi sizni real darajangizni yoki zaif nuqtalaringizni aniq ko'rsatib bera olmasligi mumkin. O'sha uchun biz 2 marta qilamiz. Birinchisi, birinchi kundan o'sha mock tanlab qilsangiz bo'ladi. Undan oldin kun sarflash shart emas. Birinchi kun o'zidayoq o'tirib, fokus qaratib mock qilasiz va bu mock sizda timed practice bo'ladi. Ya'ni albatta vaqtlarini belgilaysiz. Bizda 54 ta savolga imtihonda 64 minut vaqt bor, ya'ni ikkita modulda 32 daqiqadan 27 tadan savolga. Mana shunaqa time limit qo'yasiz va ishlaysiz o narsani. Ishlaganingizdan keyin bizning saytimizda ishlashingiz mumkin yoki masalan qayerda topa olsangiz, xohlasangiz sizga qulay bo'lsa, agar kompyuteringiz bo'lmasa, PDF yoki chiqarib olib ishlashingiz ham mumkin. Birinchi testga kechirsa bo'ladi. Digital SAT bo'lsa ham. Keyin u narsani tekshirib chiqasiz, natijasini ko'rasiz va albatta joyida xatolaringizni aniqlab ketishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa odatda darajaga yetgan o'quvchilar savol turlarini farqiga boradi. Ya'ni qancha qismi reading, qancha qismi writing, qaysi savol turining nomi nima, ya'ni nazariyani siz taxminan bilishingiz mumkin. To'liq bo'lmasa ham savol turlarini bir-biridan ajrata olasiz. Sizni qiladigan ishingiz bo'ladi. Bu yoqda analiz qilganingizdan keyin o'sha zaif nuqtalaringizni, asosiy savollarni yozib ketish. Ikkinchi kun esa, ya'ni birinchi kundan keyin bizda dam olasiz. Bitta mock yetadi, chunki analizi bilan 4-5 soatgacha vaqtingiz olib qo'yadi bitta mockni o'zi. Ikkinchi kun esa o'sha yozilgan mavzular bo'yicha practice qilasiz, mavzulashtirilgan practice. Buni ham bizning saytimizdan topishingiz mumkin. Masalan, qaysidir mavzuga doir siz ko'proq xato qildingiz. Deylik data questions, ya'ni grafa bilan ishlanadigan savollarda readingda xato qilyapsiz yoki completion savollarida xato qilyapsiz yoki lug'at bilan bog'liq savollarda yoki grammatika bilan bog'liq savollarda siz ko'proq xato qilyapsiz. Aynan mana shu savollarga doir bo'limlarni bizdan saytimizdan topsangiz bo'ladi, kirib ishlaysiz. 5x degan strategiya bor. 5x qanaqa ishlaydi? Aynan bitta savol turi bo'yicha savollarni ketma-ket ishlab ketaverasiz. Ko'proq medium yoki hard level savollarni ishlash tavsiya qilinadi. Odatda easy, medium, hard 3 xil leveldagi savollar ajratiladi. Ko'proq medium hardga qo'yib, ya'ni o'rtacha yoki qiyinroq savollarni qo'yib, 5 ta ketma-ket to'g'ri chiqmaguncha praktikani davom ettirib ketaverasiz. Bu ancha vaqt olishi mumkin yoki masalan, o'sha 10 ta savoldan keyin sizda
maqsadga erishishingiz mumkin. Ya'ni 5 ta ketma-ket to'g'ri javobga erishishingiz mumkin. Undan keyin keyingi savol turiga o'tsangiz bo'ladi. Ikkinchi kunimiz deyarli mana shu narsa bilan to'liq o'tib ketadi. Nimaga? Chunki masalan siz 20 ta xato qilayotgan bo'lsangiz, bu 10 xil har xil mavzulardan bo'lishligi mumkin. Ularni masalan praktika qilishiga qaysigadir 10 ta savol, qaysigadir 40 ta savol ketib qolishi mumkin, to o'sha 5 talik maqsadingizga erishmagunizcha va butun kuningiz ketadi. Ikkinchi kun bunga ketadi desak ham bo'ladi. Uchinchi kunimiz endi yana bitta masalan mockni tanlaysizda va bu mockni endi bir o'tirishda, lekin vaqt qo'ymasdan ishlab ko'rasiz. Ya'ni vaqt bosimisiz o'zingiz sinab ko'rasiz. Agar menda vaqt bosimi bo'lmasa, qanaqa ishlayman? O'zimga erkinlik bersam, qanaqa ishlayman degan maqsadda. Albatta farq chiqadi. Albatta masalan birinchi ishlaganingizdan ko'ra ko'proq chiqadi. Bunga ikkita sabab bo'ladi. Birinchidan vaqt qo'yilmagan, ikkinchidan birinchi kun mockingizdan keyin xatolaringiz ustida baribir ikkinchi kun ishlagan bo'lasiz. Qanaqadir o'zgarish bo'lishi kerak va uchinchi kun o'tirib tahlil qilasiz mana shu narsani. Qaysi savol turlarida katta o'sish bo'ldi va bu o'sish o'zingizdan honestly so'rashingiz kerak bo'ladi. Bu vaqt bilan bog'liq narsami yoki praktika qilganim uchunmi? Endi ko'p holatlarda baribir vaqt bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa reading savollarida ko'pchilik o'quvchilarda masalan tekstni bittada o'qib tushunmagani uchun qayta o'qish kerak bo'lgani uchun ko'proq vaqt sarflansa to'g'ri javobga erishilishi mumkin. Aynan mana shunaqa mavzularni ham aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. U ham sizning zaif nuqtangiz, ya'ni masalan to'g'ri ishlash texnikasini o'rganish shart emas, siz bilasiz, lekin tezlashish kerak. Tekstni tezroq o'qib tushunish, demak, qobiliyatini shakllantirish kerak bo'ladi. 4-6 kunlarimizni esa, ya'ni diagnostika bosqichini ikkinchi yarmi bizda article o'qish, comprehension, ya'ni tezlikni oshirishga birinchi qadamlar bo'ladi. Albatta 3 kun ichida tezligingiz oshib qolmaydi, comprehension zo'r bo'lib ketmaydi. Bu sizda birinchi qadamlar bo'ladi xolos. Mashhur magazinlardan, ya'ni jurnallardan topsangiz bo'ladi. Masalan, New Scientist, Scientific American, bularni o'qisangiz bo'ladi yoki shunga o'xshagan yana bir qancha maqolalar bor, lekin asosan mana shu ikkalasi yetarli bo'lishi kerak, chunki juda ham ko'p soni bor topa olsangiz va bitta sonini ichida juda ham ko'p artikllari bo'ladi, bir oyga yetarli narsa bo'ladi aslida. SAT passajlari 80% holatlarda science passajlar hisoblanadi, ya'ni ilmiy. Qisman demak bizda badiiy bo'lishi mumkin, qisman tarixiy yoki sotsial bo'lishi mumkin, lekin ko'proq scientific mavzularda bo'ladi. O'sha uchun artikellarni ham aynan ilmiy maqolalarni tanlab o'qishingiz kerak bo'ladi. Bunda ikkita narsaga e'tibor berasiz. Passiv o'qish sizga foyda bermaydi. Shunchaki o'tirib o'qiydigan bo'lsangiz, siz vaqt yo'qotasiz xolos. O'sha uchun qilishimiz kerak bo'lgan narsa, birinchi navbatda har bitta abzasni, ya'ni paragrafni o'qiganingizdan keyin uni ikkita narsasini aniqlaysiz. Birinchisi main idea, ya'ni asosiy g'oyasi, mavzusi, ikkinchisi esa main purpose, ya'ni nima uchun yozilgan. Bu paragrafning butun tekstda qanaqa ahamiyati bor? Har xil vazifani bajarayotgan bo'lishi mumkin. Paragraf sizga masalan shunchaki ma'lumot berayotgan bo'lishi mumkin, qaysidir fikrga qo'shimcha kiritayotgan bo'lishi mumkin, qaysidir fikrga qarshi chiqayotgan bo'lishi mumkin, har xil vazifalari bo'ladi. Ikkinchi mashq esa o'sha paragrafdagi yangi so'zlarni dumaloq qilib belgilab olasiz. Hali tarjima qilmaysiz. Belgilaganingizdan keyin ikkinchi marta o'qiganingizda o'sha so'zlarni ma'nosini atrofidagi tekstga qarab taxmin qilishga harakat qilib ko'rasiz. Taxmin qilib yozib chiqasiz, o'z taxminlaringizni, ya'ni o'zingiz nima tushunganingizni kontekst bilan birgalikda va keyin lug'at bilan tekshirib ko'rib, qanchalik to'g'ri topyapsiz yoki topmayapsiz, bu narsani aniqlab olishingiz mumkin. Chunki SAT-dagi qancha urinmang, qancha lug'at yodlamang, tushadigan so'zlarni hammasini bilish imkoni yo'q va sizga bu ko'nikma juda ham kerak bo'ladi. Ya'ni atrofdagi tekstga qarab, qaysidir siz bilmaydigan, birinchi marta ko'rayotgan so'zni ma'nosini taxmin qila olish. Mana shu ko'nikmalarni shakllantiramiz. Shuningdek, o'sha birinchi qism oxirida aytib ketaman, o'sha birinchi kundan boshlab bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar va umuman olganda devicelarni ishlatishni jiddiy kamaytirmasangiz bo'lmaydi, chunki attention span bizada, ya'ni diqqat davomiyligini to'g'rilashimiz kerak. Ko'pchilik yoshlarda bu juda ham qisqa. Bu bilan SAT-ni readinglariga yoki uzunroq tekstlariga siz chida olmaysiz. Shuning uchun mana shu narsani uzaytirishimiz kerak bo'ladi. Buni albatta devicelarni kamaytirib erishishingiz mumkin. Ikkinchi bosqich bizada endi fundament. Aynan mana bu 700+ uchun, aynan mana bu yoqdagi minimal xatolar uchun biz ikkinchi bosqichda yana ham harakat qilamiz. Har bitta bosqichda bizda mock ishlaysiz, baribir, lekin ikkinchi bosqichda birinchi qiladigan ishingiz mock emas. Birinchi qiladigan ishingiz mana bu birinchi bosqichdagi 4-6 kunlarda qilingan artikellar va ular bilan bog'liq mashqlarni sinash.
Yana mavzulashtirilgan testlarga qaytasiz, zaif nuqtalaringiz ustida qayta ishlaysiz va ora-orada vaqtingiz bo'lganda yaxshi chiqqan mavzularni ham, savollarni ham esingizdan chiqib qolmasligi uchun takrorlab borsangiz bo'ladi. Xo'p, bunda men tavsiya qilgan bo'laman ustoz bilan ishlashni. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Bu bosqichda yana bitta muhim narsa nazariyani mustahkamlash. To'g'ri, boya aytganimdek 500-550 lik o'quvchilar nazariyani ko'pchiligi deyarli to'liq biladi. Ya'ni mavzulardan o'tgan bo'lishligi mumkin, mavzularni qanaqa ishlashni bilishi mumkin, lekin qaysidir mavzularni siz hali masalan kursga boradigan bo'lsangiz, kursingizda o'tmagan bo'lsangiz, albatta ustoz bilan ishlab turib, ularni imkon qadar tezlashtirib o'tib o'rganib olishingiz kerak bo'ladi, ayniqsa agar imtihoningiz yaqin bo'lsa. Va mana shu mavzularning nazariyasini o'rganib olganingizdan keyin praktikasini davom ettirasiz. Bu bosqich bizda fundament deyilishiga sabab nazariy qismni mustahkamlaymiz va praktikaga yanada ko'proq urg'u beramiz. 11-kunda yana bir marta real exam questions'ni ishlab ko'rishingiz mumkin, mock ishlab ko'rishingiz mumkin. Albatta tahlil qilasiz. Mock o'ziga 64 daqiqa vaqt ketadi, faqat ingliz tilini qilsangiz va uni keyin analizi bilan 2-3 soat yana vaqt olishi mumkin. 12-kunda esa biz 5x strategiyasini yana qo'llaymiz. Boya aytganimdek, agar esingizdan chiqmagan bo'lsa, 5x strategiyasi qanaqa ishlayotdi? Demak, qilingan xatolardagi, zaif nuqtalardagi demak, savollarni biz 5 ta ketma-ket to'g'ri chiqmaguncha medium hard levelda ishlayveramiz. Va bunda e'tibor berasiz. Endi ikkinchi bosqichda ularni vaqtiga ham qaraysiz. Bitta savolga 70 soniyadan ko'proq vaqt ketishi kerak emas. Vaqtga qo'yib albatta ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda men o'zi doskaga yozishim kerak edi. Ikkinchi bosqich bizda fundament. Undan keyin esa biz 3-bosqichga o'tamiz, ya'ni 13-18-kunlar. Bu bizda practice and feedback deb nomlanadi. To'g'ri, o'zi deyarli har bitta bosqichda bizda practice bor, boshqa bor, lekin bu ko'proq feedback olishingiz kerak bo'lgan bosqich hisoblanadi. Ya'ni bu bosqichda sizga ayniqsa ustoz yoki yaxshi mutaxassis kerak, yordam bergan. Shu vaqtgacha siz qilgan ishingiz birinchi, ikkinchi bosqichlarda nazariyasini mustahkamladingiz, 5x strategiyasi bilan mavzulashtirilgan savollarni ustida ishladingiz, qo'lingizdan kelgancha zaif nuqtalaringizga ishladingiz. Lekin bu albatta yetarli bo'lmaydi. Self-study'ni o'zi bilan 700+ ga chiqish juda ham qiyin masala. O'sha uchun bu bosqichda sizga ustoz yordami ayniqsa kerak, chunki professional shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. 6 kun yoki 1 hafta ustoz bilan albatta intensiv shug'ullanasiz yoki xohlasangiz offline, agar masalan offline kursingiz bo'lsa yoki onlayn jonli Zoom shaklida, guruh yoki individual shaklda o'qituvchilar bilan ishlashingiz kerak. Bu endi qancha vaqtingiz qolganiga va umuman olganda sizga qanchalik bu natija tez kerakligiga qarab. Xo'p, ustoz bilan shug'ullanganda asosiy so'raydigan narsalaringiz ulardan demak aynan mana shu zaif nuqtalaringiz bo'yicha qo'shimcha maslahatlar so'raysiz. Hammani o'zini metodikasi bor, hamma ustozlarning o'zini tavsiyalari bo'ladi va sizni aynan berayotgan ustozingizning tavsiyalari mos kelishi mumkin yaxshi natija qilishingizga. Mana bulardan tashqari. O'sha uchun albatta ustoz bilan maslahatlashishingiz kerak. Bu bosqichda sizga u kishining yordami kerak bo'ladi. 17-kunda aynan mana shu bosqichimizning effektini yana bir marta sinash uchun yana bir marta mock ishlaysiz, analiz qilasiz. 18-kunda esa mockni ustoz bilan birgalikda tahlil qilib, oxirgi maslahatlarni olsangiz bo'ladi 4-bosqich oldidan. Bu albatta 4-5-bosqichda ustoz bilan ishlamaysiz degani emas, lekin 3ta baribir ko'proq va intensivroq shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Bu bosqichning yakunida umuman olganda sizda mana bu yoqda ancha o'sish bo'lishi kerak, kamida 10 taga xatolaringiz kamaygan bo'lishi kerak. 10 ta yoki 12 ta maksimum. 4-bosqichimiz. 4-bosqichimiz bizda comprehension va vocab deb nomlanadi. Comprehension and vocab. Birinchi bosqichda bunga ishlaganmiz. Va aytishim kerak bo'lgan narsa, bu yoqda bosqichlarda qilinayotgan ishlar, masalan, birinchi bosqichda aytilgan o'sha 5x strategiyasi yoki artikellar bilan ishlash, keyingi bosqichlarda yo'q bo'lib ketmaydi. Bularni siz davomiy qilib borishingiz kerak bo'ladi. 4-bosqichda faqat salgina kuchaytirasiz comprehension va vocabulariga e'tiborni. Shuningdek, bu bosqichda artikellarga ko'proq urg'u berish va o'sha aytilgan ikkita mashqni ko'proq vaqt ajratib qilishingizdan tashqari, masalan, o'sha saytdagi mavzulashtirilgan savollarni aynan birinchi mockda xato qilgan mavzularingiz bo'yicha hech bo'lmaganda tugatib qo'yishingiz kerak. Ayni vaqtda bizdagi bazada 4000 dan ortiq savollar bor. Endi bu umumiy ingliz tili qismini o'zida 1500 dan ortiq savollarimiz bor. Aynan mana shu savollarni
qiynalgan mavzularingiz bo'yicha tugatib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu taxminan masalan deylik 10 tacha mavzuda qiynaladigan bo'lsangiz, bu 1000 ga yaqin savol bo'lishi mumkin. Buni albatta 4-bosqichgacha ham doimiy qilib kelasiz. Bu narsani har bir kunda nechtadan qilish kerakligini biz qo'llanmamizda ham ko'rsatganmiz. Lekin 4-qismga kelib, bosqichga kelib, aynan mana shu demak mavzulashtirilgan praktika sizda yakunlanishi kerak. Shu vaqtgacha demak hamma narsani to'g'ri qilgan bo'lsangiz, birinchi modulda o'sha taxminan 23-24 ta chiqqan bo'lishi kerak va bunda siz writingda xato qilmayotgan bo'lishingiz kerak. Mana shu narsaga ham e'tibor berasiz. Writing grammatika savollari va writingni comprehension savollarida sizda xato bo'lmasligi kerak. Mana shu bosqichga kelib, agar hamma narsani to'g'ri qilgan bo'lsangiz, ya'ni birinchi modulingiz deyarli o'sha maqsadga yaqin bo'ladi. Ikkinchi modulingiz 20 ta atrofida chiqishi mumkin. 19, 20, 21 bu normal. Keyinchalik mana shu ikkinchi modulda biz ko'tarishga ishlaymiz. Lekin 4-bosqichdan keyin mana bu natijaga kelayotgan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi, quvonarli natija. Siz 650 atrofida yuribsiz degani. Ya'ni ko'p qolmadi. 5-bosqich 25-30 kunlar oxirgi bizadagi 6 kunlik. Oxirgi ishtiroklar va psixologik tayyorgarlik. Bu narsani nima desak bo'ladi? Final prep asosiy bu yoqdagi narsa baribir psixologik tayyorgarlik bo'ladi. Shu vaqtgacha chunki praktika qilib keldingiz, shu vaqtgacha ancha mehnat qildingiz, kamchiliklar ustida ishladingiz. Endi imtihonga ham biz ruhiy jihatdan tayyor bo'lishimiz kerak. Nafaqat ruhiy, balki jismoniy, lekin u narsani oxirroqda aytib ketaman, ahamiyati unaqa ko'p emas. Umuman olganda final prep. Biz nima qilamiz bu bosqichda? Bu yoqda asosiy maqsad o'sha mana bu oxirgi 4-bosqichdan keyingi natijangizni ko'tarib qo'yish. Birinchi modulga hech bo'lmasa bitta, ikkita to'g'ri javob qo'shish, ikkinchi modulga hech bo'lmasa 3 ta to'g'ri javobni qo'shish sizning maqsadingiz bo'ladi. Hali ham xato qilayotgan mavzularingizga qarab, qaysi birlarini to'g'rilasa bo'ladi, ustoz bilan maslahatlashgan holatda oxirgi mana shu kunlarda to'g'rilab ketishingiz mumkin. Keyin psixologik tayyorgarlik deganda buni albatta ustoz bilan birga qilasiz yoki topshirib chiqqan, bir necha marta topshirgan tajribali inson bilan birgalikda qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki siz masalan birinchi marta topshirayotgan bo'lishingiz mumkin va birinchi imtihonda har qanaqa holat sodir bo'lishi mumkin. Imtihon kunida nima bo'lishini bilib bo'lmaydi. Siz hayajonlanishingiz mumkin, biror joyingiz og'rishi mumkin, kechikishingiz mumkin, har xil sizda stress holatlari bo'lishi mumkin. O'sha uchun bu yoqda mana yana bitta yakunda maslahatim final prep qismida. Demak, birinchi imtihonga hamma narsani bog'lab qo'yish noto'g'ri. Birinchi imtihonning o'zida masalan 700+ natija qilgan o'quvchilar juda ham kam. Men o'zimning tajribamdan aytaman, 750 natija bu menda birinchi imtihonim natijasi emas va ko'pchilik o'quvchilarimda ham demak ikkinchi yoki uchinchi topshirishida chiqqan natija. To'g'ri, birinchi topshirishda ham natijalar bo'lgan, lekin siz o'zingizga nima desam bo'ladi, hech bo'lmasa 2 marta topshirish imkoniyatini albatta berib qo'yishingiz kerak, agar maqsadingiz ayniqsa 1500 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa. O'sha uchun birinchi agar topshirishga unaqa katta bosim bermasangiz, ikkinchi marta topshirishga o'zingizga joy va vaqt qoldirayotgan bo'lsangiz, sizdan ortiqcha bosim olinadi va imtihon vaqtida ham konsentratsiyani ushlab, to'liq potensialingizni ko'rsata olasiz va bu orqali birinchi topshirishingizda ham siz o'zingiz xohlagan natijani olishingiz mumkin. Ya'ni mana shu narsaga ko'p narsa bog'liq psixologik taraflari. Bu 5 ta bosqichimizda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta komment qismida yozib keting va bunaqa rejani shu vaqtgacha O'zbek YouTube'da yoki umuman SAT bo'yicha hech kim hali sizga bermagan. Umuman olganda o'zi 30 kun ichida 500 dan 700 ga chiqish bu nereal narsadek tuyuladi, lekin aslida imkoni bor va amalda qilingan, demak amalga oshirilgan real narsa hisoblanadi. O'sha uchun buni albatta o'rtoqlaringizga, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying, kim SAT imtihoniga tayyorlanib ingliz tili qismida 700+ natija qilmoqchi bo'lsa yoki masalan 700+ bo'lmasligi ham mumkin. Sizning maqsadingiz bundan pastroq bo'lsa ham mana bu bosqichlar sizga to'g'ri keladi. Shu bilan bizdagi 5 ta bosqichimiz mana shundan iborat, ya'ni 6 kundan 5 ta bosqich 30 kun va bu bosqichlar bo'yicha qaysi biri bo'yicha qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, qaysidir qismini yaxshi tushunmay qo'ygansiz yoki e'tirozlaringiz bo'lishi mumkin. Kommentariyada yozib qoldiring. Bu menga juda ham qiziq. Har bitta savolingizga javob berib chiqaman nasib bo'lsa. Va albatta bu videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Masalan, o'rtoqlaringiz orasida bo'lishi mumkin 700+ natija qilmoqchi bo'lgan yoki 700+ bo'lmasa ham ingliz tili qismida
yaxshigina o'sishga erishmoqchi bo'lgan har qanday o'quvchiga bu video, bu darslik to'g'ri keladi va saytimizni ham albatta tekshirib ko'ringlar. Bundan tashqari, videoni boshida ham qisqacha aytib ketdim qo'llanmamiz haqida. Men hozir aytgan narsam sizga 5 ta bosqichda 6 kundan tushuntirib ketdim va har bitta kunda albatta nima qilish kerakligi aytib bo'lmaydi, chunki videomiz juda ham cho'zilib ketadi. O'sha uchun bu narsani tayyor qo'llanma sifatida Telegram kanalimizga o'tib olishingiz mumkin. Kanal linkini video ostidagi, demak, izoh qismidan topsangiz bo'ladi. Videoni albatta yaqinlaringizga yuborib qo'ying, unga like bosing, fikrlaringizni komment qismida qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki bundan keyingi videolarimiz bundan ham foydaliroq va bundan ham muhimroq mavzularda bo'lib o'tadi. Hammaga rahmat. Tayyorgarligingizda omad.